Kichik va o'rta biznes egalariga nima taklif berasiz? Kichik va o'rta biznes egalari uchun 4 ta xizmat, bitta mutaxassis. Taplink sahifasi, mini sayt, Google xaritalarga qo'shish и target reklama. Birinchisi, taplink ko'rsatib beraman. Xo'p, qo'ng'iroq. O'zingiz nomeringizni bemalol qo'shsangiz bo'ladi. Keyingisi, biz avtoshinaga qilganmiz. Avtoshinada mana mini sayt qo'yilgan, lending deydi. Bu lendingga misol uchun chazor deyilganda mana ballonlar nimasi chiqib keladi. Buni ham bemalol o'rnatsak bo'ladi, sizni biznesingizga to'g'rilab. Keyingisi katalog. Ya'ni avtoshinani katalogi sizni biznesingizga to'g'rilasak bo'ladi. Mana razmerlar. Hop. Ballonlarni rasmlarni bemalol ko'rsa bo'ladi. Также sizni biznesingizga qarab to'g'rilanadi. И описаниялari. Telegramga, gruppaga to'g'rilab beriladi sizlarnikiga. Bemalol o'shandan klient aloqaga chiqib sizlarga yozadi. Hop, keyingilari buyurtma qoldirish, bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa va bu marketing mijozlarni odzivlari. Xuddi shunaqa o'tib ketiladi. Shu yerga do'konni lokatsiyasini qo'ysa ham bo'ladi. Mana lokatsiyani bosib ketaveradi klient. Va eng muhim joylaridan bittasi yana Google va Yandex kartaga qo'shsak bo'ladi. Lukshin do'kon. Qo'ng'iroq qilsa bo'ladi klient topgandan keyin sizlarni marshrut создавать qilsa bo'ladi do'koningizga. Va Yandex navigator va Waze'lardan, har xil navigatorlardan xuddi shunaqa sizni topsangiz bo'ladi. Siz do'koningizni topsa bo'ladi.